Boshqasi qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ha, tanishsak bo'ladimi? Men sizda qala bilan tanishmayman. Voy bu, nima qildi? Normalniy bola bo'lsam. Ha, tanishsiz menda intilligili. Ye? Ha, to'xtab turing. Intilligili. Yuring, bu joyga boramiz. Takoy texariya joyda o'tiramiz. Siz menga bu joyga borish taklif qilishdan oldin bunday gapirayotgan gapingizni o'ylab, ozgina sabrash. Ketdimi? Yuring. Qamoqxonaga nima keldi vadi? Akangni kutyapmiz. Bu mani akam bormi? Qisibdan o'zi asabim chiqyapti. Neyni bu yoqqa aka? Shunda onamiz bittami? Dada, kechiring. Ha shuni boshida etsa bo'lardi-yu. Voy bolam. Baribir bozorning ovqatiga yetmaydi, ha? Qisib o'tir, asabimga tegma. Ko'rlar bilan. Aka, Ha, nima tatuirovka oxirigacha chizilmagan? chizayotgan payti yarimdan keyin ozodlikka chiqarib yubordi. Sizmi? Tatuirovkachini. Nima qamalgan edi? Qattan bilaman, o'zidan so'ra. Hozir kelaman deb 15 yilda keldi mana. Qarochi, dadamning mazasi yo'q edi. Men sopasog'idim. Amakimning mazasi yo'q edi. Doriga chiqdimda, keyin milisa ushladi, qamadi. Nima shunga qamadimi? 3 kilo edi u. To'g'ri qamabdi-da. Gutdi hayotingni rasvo qilding. Afsan. Nima bor mashina bo'yniga tiqib qo'ygani? Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Dilor? Sana bitta narsa so'ramoqchiman, qarochi. Hop. Mana gaplashayotganimizga 3 yil bo'ldi. To'g'risini ayt. Mendan oldin nechta bola bilan gaplashgansan? 5 ta bola bilan gaplashganman. O'shanda 5-inchisi menmanmi? Yo'q, siz 3-inchisiz. Ты горишь как огонь, у меня агония. Это любовь или это паранойя? Qani bu yerdan tez tuyog'ingni shiqillachi. Ana professor shunaqa dedi. Yo'q-ku. Ketib qopti-ku. Bu kezmi deyman. Kezmasmi? Ягода малинку, оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Kim bu? Men qizingizni sevib qolganman, shahardan keldim. Qizimga uylanish uchun meni sinovimdan o'tish kerak. Bo'ldi, o'tamiz tirnashon sallarga. Ko'zingni qiz oldimga tosh. Ягода малинку, оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка. Qonuvchiga chiqasan. Shartmi shu? O'zingiz chiqqanmisiz? Meni bobom, otam mana shu qilsa bilan. Dilora. Bu mo'min aka, adam rozi bo'ldilarmi? Bo'ldilar, rozi bo'ldilar. O'zlari qanday? Menimcha, ish bilan dumalab ketdilar.
Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no. nima qilding? To'xtatdi. Nima qilyapsan sen? Manda ayb yo'q. Normal yursang o'lasanmi, ha? Yo'q, manda. O'zingiz chiroyli boli sochingni mana qilib odamni chalg'itib, mana qilib. O'zingiz qalay qildingiz-ku? Qarangda yursan. Yo'q, Bunda mana hozir mana bittasi mashinasini. Nima qilamiz buni? Men orqadan yetib oldik. Men bilmayman. Ana aybdor o'sha bilan hal qilib agar shu shunaqa qilmaganda men urmasdim. Bo'ldi, salomat bo'ling. Seni nima qilamiz? Siz aybdor ekansiz, lekin taku aybdor ekansiz. Siz noto'g'ri Yo'q, to'laysizmi yo sudlashib yuramizmi? Qalbimni yaraladi. Assalomu alaykum mo'min aka. Va alaykum assalom diloram. Ne unaqa xursand bo'lib kelyapsan? Kecha 1-aprel edi-ku, o'rtog'im Salmon bor-ku. O'sha bilan shunaqa hazillashdim. Kontraktimni pulini oldim-da, bekitib qo'ydim. Keyin u shunaqa qidiryapti, endi unga qarayman, kulgim kelaveradi-da. Keyin nima bo'ldi? Keyin men kontraktimni pulini topolmayapman. Siz bu kim bilan hazillashdingizmi? 1-aprel kuni bitta qiz bilan shunaqa hazillashdim boru. Keyinchi? Endi o'sha qizga uylanadigan bo'lib qoldim. Mana bu taklifnomamiz, to'yimizga o'tarsan. Endi Kechagina yonimda yurgan edi rasmlar. Yo'q, men hech narsa yemayman. nimaga yo'q, bu narsa yemaysizmi? Yo'q, hech narsa yemayman. Ha, diyetadasiz-a? Yo'q, hech narsa yegim kelmayapti. O'zi onam aytuvdilar, juda ham odobli qiz, juda aqlli va uyatchan dedi, haqiqatan aytganlaridek bor ekansiz. Keling, rasmiyatchilikni yo'qotinglar-da, bemalol ochiqchasi gaplashib o'tiramiz. Bu narsa zakaz qiling, yeb o'tirasiz-da, ha? Bo'lmasa menga sabzini qirg'ichdan chiqarib olib kelib bering. Nima bunaqa? Jig'ildonum qaynayapti. Kecha qizlar bilan pivo ichdik. Bilaman, aroga aralashtirib ichmasligim kerak edi. Bo'ldi, sabzisini olib bering, aka. Красивая, а внутри кобра, добра. Assalomu alaykum, o'g'il aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim ma'lum? Bu qiz kim? Menga tez tushuntirib bering. Bu qiz kim? Hozir tushuntiring. Bu istabdan chiqarib tashlayman. Kim bu qiz? Tushuntiring. Men qaradilar, keyin urushmaylik, iltimos. Hali bilasanmi nima? Uyga borgandan keyin unga seni kimligingni tushuntirib berishim kerak. Biting tushunlaring. Nima? Я буду ебать, ты любить КТ. Буду добивать, будто бы гамбе. С неба ли. Дождь, пока меня не ждешь, неба ли. Неба ли. Xullas oilasidan kelgan sovchilarga xo'p dedilar. Endi biz bitta oila bo'lib yashaymiz. Hali baxtli bo'lamiz. Yaxshi. Nima siz nasibingiz yo'q? Yo'q, e'tibor berma. Prosta o'zimni problemalarim bilan, problemam bilan hayolim ketib qoldi. Bundan buyog'iga problema emas, problemalarimiz deb gapiring. Muammo emas, muammolarimiz deb gapiring. Har bitta so'zingizga biz qo'shimchasini qo'shib gapiring. Biz endi bitta oilamiz. Nima muammo? Hal qilamiz. Unda bilsam, xullas o'ynashimiz ikki qat bo'lib qolibdi. O'ynashimiz? Я буду ебать, ты любить КТ. Буду добивать, будто бы гамбе. Jonim, men keldim. Uchirilganda. Sardor aka? Va salam o'zimmi? Sardor aka. Oh jonim. Sardor aka. Sardor aka. Qarang, uyimizda kimdir yechilyapti. Ты горишь, как огонь, у меня агония. Это любовь или это паранойя? Mo'min.
Boshini hozir 1 minutda baxkiga 1 minut. Sen kalling joyidami? Sen nima bu qiz bilan yuribsan? Bu qiz sen pulingchi yuribdi, kalling ishlatding bunda. Sen jinnimisan? Meni pulim yo'q-ku. Shumi gaping? Kalling ishlatgan bu sening mashinalaring yuribdi. Men mashinam yo'q-ku. O'ganingizni qarang. Menga qara, nima tushunmaysan? Bu qiz seni otangni boyligi uchun yuribdi. Otam qorovul-ku. Boshinaroq tur. Siz aka 1 minut. Hos. Da aka. Bu seni erkaklik uchun yuribdi, tushunyapsan shuni? Voy, men erkak emas. Kalla nos chakish uchun yurmaydi-yu, aldab yuribdi. Odamning asabiga o'ynaydi, boru. Asabiylashmang, nos chekib yuboring. Nima? Просто nos chekishingizni sevaman-da. Nos chekib bering. Выстрел из 6 базук. Bechara yomon gap eshitdi shekilli. Manimcha ishdan ketdi. O'zi qaysi yerda ishlaydilar? Taniysizmi uni? Yo'q, umuman tanimayman. Voy, o'g'ri bu, tez Odam bo'lmaysan. Odam bo'lmaysan. Masalani xonangda dars qilib o'qib o'tiribdi desam, mana bu zormanlarni o'ynab o'tiribsanlar. Qachon o'qiysanlar? Nima qilamiz? Hozir sen bilan futbol o'ynaymiz. Agar men yutsam, 9 oy repetitorga borib dars qilasan, tushundingmi? Agar sen yutsang, tinch qo'yaman, PlayStation'ni o'ynaysan. Bo'ldi. Bo'ldi. Ana yoqqa. Aka omad. Qatini bosadi mana. Sen Bang bang. Выстрел из 6 базук. nechasida? Eshik bo'lmasin. Bilan tanishsak bo'ladimi? Что, простите, я не понимаю. Nima dedi? O'zbekcha tushunmas ekan. Dinlapasang yur, o'zim seni tanishtirib qo'yaman. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он мой сын, я его отец, молодец. Как он? Вот. Извините, он не в моем вкусе. Но в моем вкусе больше такие, как и вы. Нет, мне не надо, вот он. Нет, он мне не нравится. Но вы больше. Чур. А тогда идемте прогуляем. А как же ваш сын? Да чему? Он даже не разговаривает. Идемте. I got it from my dad.